Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, mo'min musulmonlar. Allohga hamd va sanolar bo'lsinki, mana Ramazon oyining 30 kunlik ro'zasini yakuniga yetkazib, Ramazon hayitiga ham yetib keldik. Bugungi kunda ayni kunlarda ko'pchilikda savollar tug'ilyapti. Ramazon hayiti qaysi kunga to'g'ri keladi? Bo'lib ham qaysi vaqtda o'qiladi? Mana shu haqida bugun siz azizlarga imkon qadar to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ramazon hayitining viloyatlar bo'yicha o'qilish vaqtlari va shu bilan birga Ramazon hayitining o'qilish kunini ham siz azizlarga aynan 2026-yil milodiy sana bilan hisoblaganda vaqtlarini ma'lumotini berishni niyat qildik. Demak, Ramazon hayiti milodiy 2026-yil 20-mart kuni nishonlanadi. O'zbekiston Respublikasi musulmonlari idorasining rasmiy saytlarida bu haqida ma'lumot berildi. 20-mart juma kuniga to'g'ri kelish haqida axborot ma'lumotlar taqdim qilindi. Mamlakatimizda demak 2026-yil 20-mart kuni Ramazon hayiti bayrami sifatida keng nishonlanishi belgilandi. Mana shu kunlarda barcha yurtdoshlarimiz Ramazon hayitini o'qish uchun masjidlarga yo'l oladilar. Endi navbatdagi savol shuki, Ramazon hayiti namozi qaysi vaqtda o'qiladi? Keling siz azizlarga O'zbekiston Respublikasidagi viloyatlar va Toshkent shahar bo'yicha vaqtlarni taqdim etaman. Demak, yurtimiz masjidlarida 2026-yil 20-mart juma kuni Ramazon hayiti namozining o'qilish vaqtlari quyidagicha belgilandi. Andijon viloyatida 6:40, Farg'ona viloyatida 6:40, Namangan viloyatida 6:40, Toshkent viloyatida 6:50, Toshkent shahrida 6:50, Sirdaryo viloyatida 6:55, Jizzax viloyatida 7:00, Samarqand viloyatida 7:00, Navoiy viloyatida 7:05, Buxoro viloyatida 7:05, Surxondaryo viloyatida 7:05, Qashqadaryo viloyatida 7:05, Xorazm viloyatida 7:25, Qoraqalpog'iston Respublikasida 7:30. Mana shu vaqtlarda demak yurtimiz bo'ylab barcha masjidlarda Ramazon hayiti namozi o'qilar ekan. Albatta bundan oldin bomdod vaqti kirganda bomdod namozlarini ado etgandan so'ng men yuqorida ta'kidlab o'tgan va mana ekraningizda ko'rib turgandek vaqtlarda yurtimiz bo'ylab Ramazon hayiti aynan milodiy 2026-yil 20-mart vaqti bilan mana shu daqiqalarda o'qiladi. Demak azizlar, Ramazon hayiti namozini o'qiganimizdan so'ng bu bayram, bu xursandchilik ekanligini esimizdan chiqarmaylik. Chunki biz Ramazon ro'zasini 30 kun davomida tutib, Alloh taoloning bir farz ibodatini bajarib, gunohlardan poklangan holda, tavba qilgan holda Ramazon hayitiga yetib keldik. Endi bu biz uchun bayram bo'ladi. Chunki Alloh taolo inshaalloh barchalarimizni, gunohlarimizni mana shu Ramazon oyida poklab, bizni tavbalarimizni, duolarimizni qabul qilgan. Demak, biz mana shunday ulug' bir kunlarda, muborak oylarda ibodatlarni qilib, kunduz kunlari soyimda, ya'ni ro'zador bo'lib, tunlari qoyim bo'lib, tarovihda qorilarga somi bo'lib kunlarimizni o'tkazdik va Allohga har kim qo'ldan kelganicha ushbu oyda qurbat hosil qildi. Demak, Ramazon hayitini ham mana shunday yuqori bayramona kayfiyatda kutib olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta, Ramazon hayiti namozini ado etib bo'lganimizdan so'ng yaqinlarimizni xursand qilaylik. Xonadonlarga borib, oilalarimizga turli xil sovg'alar, shirinliklar taqdim qilaylik. Bemorlar bo'lsa, ularni ziyorat qilaylik. Turli xil keksalarni yoki yaqin qarindoshlarimizning holidan xabar olaylik. Silay rahimni boshqa oylardan-da ko'ra ko'proq mana shu daqiqalarda mahkam ushlaylik. Alloh taolo inshaalloh keyingi Ramazonlarga ham, keyingi Ramazon hayitlariga ham yetkazishligini Allohdan so'rab duolar qilaylik. Albatta, mo'min musulmonlar uchun bu eng katta bayram, Ramazon hayiti. Har kimning xursandchiligi,
Bu kunda hech kim ro'za tutmaydi. Bu kunda yeb ichilib Allohning mehmoni bo'linadi. Chunki biz 30 kun davomida Allohga yaqin bo'lib, Allohning bir farzini to'liq bajarib, bu oyni ibodatda, taqvoda o'tkazdik. Alloh taolo barchalarimizni Ramazon oyida qilgan ibodatlarimizni o'zi dargohida qabul aylagan bo'lsin. Keyingi Ramazonlarga ham hammalarimizni sog' omonlikda yetkazsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.